Bizlar hozir Cobalt mashinasi motorni ichib tashlaganmiz. Avtomat korobka 75 ming probeg yurgan. Mashina benzinda, hech qanaqa gaz va hech narsa qo'yilmagan bunga. Toza benzinda yurgan mashina. Motorni ichib tashlashimizga sabab mana asosiy sabablardan biri 4 ta Porsche sinib ketgan. Mana singan bo'laklari. Porsche sinishiga sabab mashina stage urilgan, programma stage urib, ограничение olib tashilgan polning и avtomatda emas, mexanikiga qo'yib olib, mashinani ichiga berib haydashgan. Shu sababli bu yerda Porschelar maydalanib, ko'rib tursa, mana shu holga tushib qolgan. Shuning uchun Pro 5 haydaydiganlar Gentra, Cobalt, Nexus, tam shunga o'xshash Bolgarka, короче, bu Bolgarka motor-da bu. Shunga o'xshash motor haydaydiganlar iloji boricha stage urish kerak emas. O'zini programmasida chiroyli qilib yurish kerak bo'ldi. Kerak emas u lishniy narsa, stage bir balolar qildirdim deb hamma o'zicha karlaydi, xuddi mashinasi raketa bo'lib ketadigandek. Foydasi yo'q. Naоборот, ziyon o'zingizlarga.